matematika orqali bitta oilani saqlab qoldim desam ishonasizmi? O'zingiz ko'ring. Nimaga ajrashmoqchisan o'zi? Menga turmushga chiqsang, hayotingni 360 gradusga o'zgartirib yuboraman degandi. Mana 10 yil bo'ldi, hech narsa o'zgarmadi. Va'daboz. Ering va'dasini bajarganini isbotlab bersam, ajrashmaysanmi? Qanday? Qara, sen mana bu nuqtada turibsan deylik, ya'ni 0 gradus. Sen hayotingni mana bu nuqtaga o'zgartirsang, 90 gradusga o'zgargan bo'ladi. Ya'ni dastlabki turgan chizig'ing bilan hozirgi turgan chizig'ing orasidagi burchak 90 gradusni hosil qiladi. Endi yana xuddi shuncha siljisang, hayoting 180 gradusga o'zgargan bo'ladi. Ya'ni mana bu burchak ham 90 gradus bo'lib, ikkisining yig'indisi 180 gradusni hosil qiladi. Mana shuni hayotim umuman boshqa tomonga o'zgarib ketdi deb aytsang bo'ladi. Mana bu joyga siljisang 270, mana bu joyga siljisang esa 360 gradus bo'ladi. Ya'ni sen hayotimni 360 gradusga o'zgartiraman desang, avvalgi joyingga qaytib kelib qolasan. Hech qanday o'zgarish yo'q bo'ladi. Ering va'dasini bajargan. Voy iplosi, shunda ham aferist bo'lgan ekanda. Aferist emas, matematik ekan sening ering. Endi ajrashmaysan. Sizni turmush o'rtog'ingiz hayotingizni necha gradusga o'zgartirgan? Izohga albatta yozing. Graduslarni to'g'ri ishlatishimiz uchun videoni hammaga yuboring. Hali ham obuna bo'lmadingizmi? Bizda ham tursin mana bunday raqamlar. Like bosishga arziydigan kontent bo'ldi lekin.